O'tgan safargi inshoimizni tahlil qilishda davom etamiz. Birinchi tarjima qilib oladigan bo'lsak, keyin g'oyalarning ketma-ketligiga ham e'tibor beramiz. In my opinion, so-called extreme sports are not as dangerous as many people think. Meni fikrimga ko'ra, shunday aytiladigan ekstremal sportlar xavfli emas, ko'p odamlar o'ylaganidek. Demak, as strukturamiz ishlatilgan. Ikkita as o'rtasida pozitiv, oddiy darajada sifat keladi va dak ma'nosini ifodalab beradi. All sports involve some element of risk, and there should always be clear regulations and safety procedures to reduce the possibility of accidents. Hamma sportlar o'z ichiga oladi, jalb qiladi ma'nolarida, ya'ni ularda bor demoqchi. Bir qancha risk elementlari, ya'ni xavf elementlari bor va doim bo'lishi kerak aniq tartib-qoidalar va xavfsizlik mezonlari kamaytirish uchun halokatlarning ehtimolini. Demak, battery strukturamiz qo'shma gap birinchidan, riskgacha bitta gap va endan keyin yangi gap boshlanyapti. Bu gapimiz endi there is zero strukturasi. There isni bilamiz, shunchaki bor degan ma'noda bildiradi. Albatta, shuni murakkablashgan versiyasi ham modal fe'l should qo'yilgan. Bundan tashqari always ravish qo'shib yuborilgan. Shuning uchun there is degan strukturamiz there should always be ga murakkablashgan. People who take part in extreme sports are usually required to undergo appropriate training so that the dangers are minimized. Odamlar kimki qatnashadigan ekstremal sportlarda odatda talab qilinadi ulardan, demak, boshidan undergo degani boshidan o'tkazish, ya'ni qatnashish shu narsada muvofiq treningdan. Shuning uchunki xavflar kamaytiriladi. Ya'ni xavflarni kamaytirish uchun muvofiq treningdan o'tishi talab qilinadi. For example, anyone who wants to try skydiving will need to sign up for lessons with a registered club, and beginners are not allowed to dive solo. They must be accompanied by an experienced professional. Misol uchun, biror kimki skydiving, ya'ni parashyutdan havodan sakrashni sinab ko'rmoqchi bo'lgan odam ro'yxatdan o'tishi kerak darslar uchun, ro'yxatdan o'tgan klubda. Va yangi boshlovchilarga ruxsat berilmaydi yakka holatda sho'ng'ishga havoda. Ularga hamrohlik qilinishi shart tajribali professional tomonidan. Ya'ni bu yerda ham bir qancha gaplar qo'shib aytilgan va murakkabroq joylarimiz bu batta they must be accompanied, ya'ni modal fe'l ham must majburiyat ma'nosida ishlatilgan. Bundan tashqari passive voice strukturasi ishlatilgan. They must be accompanied, ularga hamrohlik qilinishi shart degan ma'noda va batta ham passive voice ishlatilgan. Beginners are not allowed. O'zi rasmiyroq ohangda yozmoqchi bo'linganda passive voice juda yaxshi variant. Chunki ancha rasmiy bo'lib chiqadi gaplar. Finally, the protective equipment and technology used in sport from motor racing to mountain climbing is constantly improving safety. Nihoyat, himoya jihozlari va texnologiya sportda foydalaniladigan, demak, avtomobil poygasidan to qatirmashigacha uzluksiz ravishda xavfsizlikni rivojlantiryapti, ya'ni o'sib boryapti xavfsizligi demoqchi. While I support regulations and safety measures, I believe that it would be wrong and almost impossible to ban extreme sports. Men qo'llab-quvvatlayman xavfsizlik demak, qonun qoidalarini va xavfsizlik mezonlarini, ya'ni shu xavfsizlik mezonlarini qo'llab-quvvatlagan holatda men ishonamanki, bu xato bo'lardi va deyarli iloji yo'q bo'lar edi. Demak, ekstremal sportlarni taqiqlash. In the first place, we should all be free to decide how we spend our leisure time as long as we understand the risks. I don't believe that politicians should stop us from enjoying ourselves. Birinchi o'rinda biz hammamiz, demak, erkin bo'lishimiz kerak qaror qabul qilishga, qanday biz o'zimizni bo'sh vaqtimizni sarflashimiz. Modomiki biz xavfni, ya'ni riskni tushunadigan bo'lsak. Men ishonmaymanki, politsiya bizni to'xtatishi kerak o'zimizni zavqlantirishdan. However, an even stronger argument against such a ban would be the difficulty of enforcing it. Ammo yana ham demak kuchliroq argument bunday taqiqqa qarshi bo'lar edi, uni amalga oshirishning qiyinchiligi. Enforce degani implementga o'xshab amalga oshirish o'sha biror ishni. Many of the most risky sports like base jumping or big wave surfing are practiced far away from the reach of any authorities. Ko'pgina xavfli ekstremal sportlar, demak, base jumping, balandlikdan sakrash yoki katta to'lqinlarda surfing uchishga o'xshagan
mashq qilinadi yoki qilinadi, bajariladi. Uzoqda, demak, hokimiyat organlarini yetib borishidan uzoqda. Ya'ni reach degan o'zi yetib borish, lekin bu yerda o'shalarni ko'zdan yiroqda ma'nosida kelyapti. I cannot imagine the police being called to stop people from parachuting off a mountain face or surfing on an isolated beach. Men tasavvur qila olmayman politsiya chaqirilishini odamlarni to'xtatish uchun tog' yuzasidan parashyutda sakrashdan yoki hech kim yo'q orolda surfing uchishdan. Isolated o'zi izolyatsiya degan ma'noda keladi. Ya'ni buni batga, gapga moslaydigan bo'lsak ma'nosini yakkalik ma'nosi kerak bizga, yolg'iz hech kim yo'q degan ma'nosi. In conclusion, I would argue that people should be free to enjoy extreme sports as long as they understand the risks and take the appropriate precautions. Xulosa, men bahslashgan bo'lardimki, odamlar erkin bo'lishi kerak ekstremal sportlardan zavqlanishga, modomiki ular xavfni, riskni tushunadigan bo'lishsa va muvofiq demak ehtiyot choralarini ko'rishadigan bo'lishsa. Hop, umumiy tarjima shunaqa. Ko'radigan bo'lsak, ancha rasmiy ravishda, jiddiy ravishda yozilgan. Aynan shu talab qilinadi, chunki rasmiy insho hisoblanadi bu. Va endi g'oyalarda ketma-ketligiga e'tibor bersak, o'tgan safar aytgan edik, 4 ta paragrafdan iborat bo'ladi. Introduction, 2 ta main body va conclusion. Va writing ham speaking ham bir xil qoida bor. Idea development degan narsa bor. Shu narsani tushunib olishimiz kerak. Idea development degani g'oyani rivojlantirish. G'oyani rivojlantirishda ayni bir qolipi bor. U ham birinchi bo'lib g'oya aytiladi va uni explain qilinadi. Ya'ni izohlab beriladi. O'sha g'oya nima? Ya'ni ham yorqinroq ochib beriladi. Va 3-bosqichda aniq hayotdan misol beriladi. Example. Demak, idea, explanation, example. Mana shu 3 ta bosqich g'oyani rivojlantirish hisoblanadi. Inshoda ham, speakingda ham shu narsaga urg'u berish kerak. Batda ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, introductionda o'tgan safar gaplashdik, paraphrase qildi va rozimi norozimi aytib oldi. Agree disagree'da biz bir tarafga o'tib olganimiz uchun nimaga disagreeligimizni yozamiz hamma inshoda. Nimaga agree'ga oid narsalar bizga kerak emas. Chunki bu opinion essay, bizning fikrimiz so'ralgan. Shuning uchun introductionda yozib bo'lganimizdan keyin ikkita bodyda nima yozishimizni belgilab olishimiz kerak. Bittasida agree, bittasida disagree bas. Biz faqat norozimiz dedikmi, demak, ikkala inshoda ham nimaga noroziligimiz haqida gapirishimiz kerak. Odatda 2 tadan 4 tagacha g'oya yoziladi. Qanchalik katta kichkina yozishingizga qarab, batda ham ko'p g'oyalar yozib tashlanmagan, qisqa, lo'nda ikkala paragrafda ham bir donadan g'oya berib, uni development, ya'ni rivojlantirish kerak bo'ladi. Batda ham xuddi shu ish qilingan. Birinchi paragrafda g'oyasi nima? G'oya ko'p odamlar o'ylaganidek bu ekstremal sport xavfli emas. Butun abzas shu narsa haqida gapirilgan. Ya'ni birinchi gapimiz g'oya berdi. Endi keyingi gapdan boshlab explain qilyapti. Nimaga unaqa? Nimaga xavfli emasligini bizga izohlab beryapti. Hamma sportlarda o'z risk bor, qatnashadiganlar treningdan o'tishadi, shunga o'xshagan gaplarni aytib va oxirida for example misol beryapti. Demak, aynan hayotdan misol nimaga siz xavfli emas deyapsiz desa, izohlab bergandan keyin treninglardan o'tishadi yoki holat ruxsat berilmaydi bunaqa sportlarda deb hayotiy misolini beryapti. Shu bilan yakunlayapti. Va ikkinchi paragrafga o'tyapti-da, batda ham g'oya birinchi bo'lib. G'oya nima batda? Batda taqiqlashning iloji yo'q. Bunaqa ekstremal sportlarni taqiqlash o'ta ham qiyin degan g'oyani beryapti-da, uni develop qilyapti. Qanaqa qilib rivojlantirdi? Mana birinchi o'rinda demak, risklar tushunadigan bo'lsa, bizga hech kim taqiq qo'ymasligi kerak va men ishonmaymanki, demak, uzoqqa borib tog'larga yoki orollarga borib odamlarni bu ishdan qilishdan to'xtatish olmaydi. Bu ish qiyin degan ma'noda g'oyasini izohlab beryapti. Va oxirgi gapimiz bu misol vazifasini o'tab qoladi. Chunki mana tog'dan sakrasa yoki hech kim yo'q orolda qilsa qanday to'xtatasizlar degan ma'noda hayotiy misol qilib beryapti. Va conclusion shunaqa bo'lishi kerakki, tepadagi gaplarda yana qaytarilishi bo'ladi odatda. Tepadagi fikrlaringizni yana qisqa, lo'nda ravishda ifodalab berasiz. Writingning eng muhim jihatlaridan bittasi o'qigan odam zerikmasligi kerak. Qisqa va lo'nda tartib bilan yozilgan bo'lishi kerak. Va ravonlik, demak, shunda ta'minlanadiki, siz introductiondan boshlab conclusiongacha aniq reja bilan paragraflarda to'g'ri g'oyalar, idea development to'g'ri qilinadigan bo'lsa, shunda demak, ravonlik bilan yozilgan hisoblanadi inshoimiz. Shu strukturaga e'tibor bersak, insholarimiz ancha yuqori darajada chiqadi.